Aslida ayollar emas, erkaklar o'z ustida ishlasin. Erkak uyning rahbari ekan, tartib intizomni erkak qo'yish kerak. Eng kuchli erkaklarning orqasida eng kuchli ayollar turadi. Lekin u ayollar kuchli bo'lishi uchun kim yordam beradi? Afsuski, oilaning rahbari erkak. O'ziga qaragan, kelishgan ayol xohlayapsizmi? Omadli bo'lishni xohlayapsizmi? Bolalaringizni onasi hamma tomonlama rivojlangan, bolalaringizni tarbiyali, islomiy, dunyoviy hamma tomonlama qiynalmasdan katta bo'lishni xohlayapsizmi? Unday bo'lsa, rahbar sifatida ro'zg'or ishlaridan orttirib, u o'z ustida ishlashi uchun pul, imkoniyat, vaqt ajrating. Qachon ayol chiroyli bo'ladi? Qachonki unga e'tibor bo'lsa, unga xarajat qilinsa. Kim nima deb o'ylasin, erkak o'z ustida ishlasin. Erkak ishlab, erkak rivojlangan oilada o'sish bo'ladi. Hamma narsa ikki tomonlama bo'lishi kerak. Ayolingizga qarab, o'zingizga baho bering. Haqiqatdan ham zo'r bog'bon, zo'r uy rahbari bo'ldingizmi? Yoki shu paytgacha rahbarlikni ham, bog'bonlikni ham eplolmasdan aybni xotindan qidirib yuribsizmi? Afsuski, agar ayolingiz kasalmand, semirib ketgan, xunuk bo'lsa, rahbarlikni bajara olmaysiz.